Barchangizga assalomu alaykum. Chorvachilikka qiziquvchi tomoshabinlar, sizlar uchun men bugun simmental zot haqida faktlarga tayangan holatda bir chiroyli videorolik tayyorlashga harakat qildim. Albatta videoni oxirigacha ko'rsangiz sizga kerakli bo'lgan mavzular, sut qancha berishi, qanchagacha semirish haqida videomiz ichida aytib o'tamiz. Avval uning kelib chiqishi va undan keyin esa davomiy tarzda sizlarga ko'rsatib aytib boramiz. Demak, videomizni boshlaymiz. Like bosishni va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Simmental zotining kelib chiqishi. Simmental nomi Shveysariyadagi vodiy nomidan olingan. Simmental zotining kelib chiqishi o'rta asrlarga borib taqaladi. Fransiyaning Montbelliard, Italiyaning Pizzetta Rossa d'Europa hamda German Avstriyaning Fleckfi mol zotlarini chattishtirish natijasida simmental mol zoti hosil bo'ldi. Simmental zoti Yevropada so'nggi 200 yilda keng tarqalgan. So'nggi 50 yilda esa boshqa qit'alarga keng tarqaldi. Rossiya va Ukrainaga 19-asr boshlarida olib kelingan. O'zbekistonga 1942 va 55-yillarda ko'plab keltirilgan va sof holda urchitilgan. 1970-yildan boshlab o'zimizda simmental qoramol zoti boshqa zotlar bilan chatishtirilgan. Simmental mol turlari. Simmental mol turi 5 ga bo'linadi. Birinchisi mahalliy simmental. Buqasining vazni 1 tonnadan 1 tonna 200 gacha. Sigirning vazni 550 dan 800 kilogrammgacha bo'ladi. Ikkinchisi Sim Angus, ya'ni simmental va angus chatishtirish natijasida hosil qilingan. Buqasining vazni 1 tonnadan 1 tonna 300 kilogrammgacha. Sigirning vazni 500 dan 700 kilogrammgacha bo'ladi. Uchinchisi qora simmental. To'rtinchisi qizg'ish simmental. Va oxirgisi so'nggisi simbrax, ya'ni simmental va braxman zotlarini chatishtirish natijasida hosil qilingan. Hosildorlik ko'rsatkichini 3 guruhga bo'lish mumkin. Birinchisi sut, ikkinchisi go'sht miqdori, uchinchisi bolalashi, ya'ni ko'payishi. Katta yoshli sigir 15 yillik umri davomida yog'i 4% bo'lgan 52 tonna sut ishlab chiqaradi. Go'shtining miqdoriga kelsak, 1 yoshli buqalarning vazni 400 kilogrammgacha yetadi. Deyarli har kuni ular 1 kilogramdan 1,5 kilogrammgacha vazn olishadi. Go'shtining ta'mi juda yaxshi, juda yumshoq, yog'siz va mazali. O'smirlik davri juda tez kechadi. G'unajinlarning birinchi nasli 2,5 yoshda bo'ladi. Har bir bolalaganda 1 yildan ko'proq vaqt o'tadi. Novoz 40 kg vazn bilan, g'unajin esa 35 kg vazn atrofida tug'iladi. Birinchi bolalagandan keyin sigir kuniga 15-18 litr sut beradi. 5-sidan keyin 25 litrgacha sut beradi. Yozda ochiq havoda deyarli 24 soat davomida saqlash mumkin. Asosiysi yog'ingarchilik bo'lsa pana joy bo'lishi kerak. Qishda mollarni yaxshi shamollatish bilan iliq temperaturali joyda boqish kerak. Maksimal hosil olish uchun chorva mollari yuqori sifatli ozuqa bo'lishi kerak. Shu jumladan silos, ildiz ekinlari. Ozuqada yetarli kalsiy va fosfor mavjud bo'lganda skelet to'g'ri, kuchli shakllanadi. Simmental buqaning o'rtacha bo'yi 150-160 cm, sigirlarida esa 135-150 cm ni tashkil qiladi. Vazniga keladigan bo'lsak, buqalarniki o'rtacha 1 tonna 300 kilogrammgacha, sigirlarniki 700-900 kilogramm atrofida bo'ladi. Simmental qoramol kasalligi. Simmental sog'ligi yaxshi. Ularda kamdan kam hollarda qoramollarga xos bo'lgan kasalliklar rivojlanadi. Urg'ochlari mastitga moyil bo'ladi, ya'ni sut bezlari yallig'lanishi. Kasallik ko'pincha bolalagandan keyin 4-5 yoshli sigirlarda kuzatiladi. Hayotning birinchi yillaridan boshlab bu zot bo'g'imlarda muammoga duch kelishi mumkin. Ko'pincha oyoq-qo'llarining tizzalari egri bo'lishi bu chorvaning unumdorligiga ta'sir qilmaydi, lekin hayvonning ahvolini yomonlashtirishi mumkin. Veterinariya ko'rigidan muntazam ravishda yiliga kamida
3 marta o'tkazilishi kerak. Bolalash paytida sigirlar to'liq nazoratda bo'lishi kerak. Kuydirgi, oyoq va og'iz kasalliklari, salmonelloz, leptospiroz va boshqa xavfli kasalliklarga qarshi emlash talab etiladi. Xulosa sifatida bu turning afzalliklari: turli iqlimlarga moslashuvchan, yaxshi bolalaydi va bolasini yaxshi parvarish qiladi. Sutining sifati yaxshi, tez vazn yig'adi va boshqa bir qancha afzalliklari mavjud. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Videomiz yoqqan bo'lsa like tugmasini bosing yoki kommentariyada o'z izohingizni qoldiring va albatta kanalimizga obuna bo'ling.